Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Dilsi bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dream League 2026 o'yinida mana bu bot akkaunt do'stlar Sabit, ya'ni yutamiz bolalar. Videoni boshlashimdan videomga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanday video rolikni boshladik do'stlar. Do'stlar 4 ta o'ynadim, 4 ta o'yin yutdim. Endi oxirgi o'yin yutamanmi, nasib yutishga harakat qilaman. Mana boshladik bo'lmasa. Obuna like bosib qo'yinglar. 600 ta bo'ldik. Hammaga rahmat. Endi bu yoq bir kiga qarab ketyapmiz. Ketdik. Rafaleon o'zi boshqa yordamgidek. Voy bile, shu yerda rasvo qildim-da. Immobile. Mana shu futbolchim yo'qolib ketdi deb o'yladim. Yaxshi, bir gapir chiqdim o'sha. Bir gapir. Darvozani alab zarba. Hisob 1-0 daqiqada urdim. Yaxshi. Biz agentni ham ochaman. Bugun o'zida ikkita sabitni yutdim. Bittasini qo'ydim, o'zimning akkauntimda. Qo'ygandim, prosta ovozi. Umuman ovoz bo'g'ilib, mana ovoz uzilib shunaqa bo'lib qolgan. Uy, sal qoldi lekin. Bu safar ovoz unaqa bo'lmaydi. Ovozlar to'g'rilab video olyapman. Hozir xavfli hujum qildi. Darvoza bundan safe. Ana endi Rafale ololmaydimi? Yo'q. James degani yomon kuchli futbolchi ekan do'stlar. Bo'ldi. Bu buni oladi, lekin darvozabon chiqib kelyapti-da bular. Yaxshi ovut bizniki. Hisobni yaxshi yirikroq ko'rinishga keltirib olishimiz kerak. Men faqat Rafale tarafdan hujum qilyapman bo'laman faqat. Yet, o'y bola, tepolmay qoldim. Oh. Seni bosaman deb bosolmay qoldim hozir. Ikkita hujumchim tezkorda meni. Himoyachimishim Lokmanmi? Yo'q, Lokman emas, bu boshqa edi. Uy, pas qara. Mana shu futbolchim, internet. Juda tezkor hujumchi. Hech ketib qoldi, bilachiyordim. Vallahi har doim aytgandek obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, 1-2 bo'laylik, 600 ta bo'ldik. Yaxshi. Immobile internet qo'yapti. Immobile to'pni ololdim. Darvozabon chiqib ketdi, penalti. Voy bile, penalti. Menimcha ko'p ehtimol mana bu o'ng tarafga tepsa kerak. Yo'q, hech devordi. Bitta asabiyat yeb qo'ymasa go'maydi. İyi o'tdi. 2 raundda bosdim, yaxshi. Rafalo. Darvozabon tepib bormaydimi? Yo'q, tepib borar ekan. Out. Birinchida ham ozroq qolgan tugashiga. Yaxshi o'ynar ekan bu bola ham. Akkaunt 6 edi. Lekin mana himoyachilarim to'pni bermaydi desam, ozgina texnik nosozlik desam bo'ladimi? Birinchida ham tugayapti do'stlar. Do'stlar, ikkinchida ham boshlab oldik. Immobile pas o'tmay qoldi. Leobrin degan futbolchi ekan. Lokman yaxshi do'stlar. Yana bitta tezlik. Tezlik. Akrobatik bile. Yo do'stlar, xato. Vo, halim jarima do'stlar. Lekin juda xavfli nuqta do'stlar. Uy, ozgina xato bo'lishi mumkin edi. Do'stlar, mana shunaqa xato qilyapman-da men. Ko'p xato qilyapman. Hozir sal qol tashlab berishimga. Yomon keldi lekin. Yana bir gapir chiqib ketdi-ku bu. O'tanakkalla urib ketadi bu safar. Yana urolmadi, yaxshi.
Men ham 3-o'yin shunaqa hayajonlanib, oxirgi daqiqada ko'p hujum qildim dagan oxir urib ketdim. Faqat qiyshiq devoryapman, nima qiyshiq devoryapman. Endi bunaqa hayajonlanishlar kam bo'ladi endi. 3-o'yinda lekin juda hayajonlandim bo'ldi. G'olib yutqazib kesimga. Uy, valla 9-lik urib yubordi Rafael. Endi xavotir olmasam ham bo'ladi, 15 sekund qoldi, yutdim buni. O'yin zerikarli bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Bir xil o'ynadim, shunaqa hayajonlanib faqat eshitib yuboradi. Hammada bo'lgan u. Ha, bolalar bugun yutdim. 8 daqiqa qolganda 2-0 hisobida. Lekin 9 sekund qolganda menga 2 ta gol urib ketib edi bir o'yinda. O'tgan marta Liviyada. Narga akkauntimga shuning uchun birinchi o'yin yutqazib qo'ydim. 4-ni yutqazib qo'ydim. O'sha o'yinda 4-dan shunaqa bo'lib qoldi. 3-2 ga yengib turdim. Penaltilar seriyasi bo'ldi. Oxirida 9 sekund qolganda 2 ta urib ketdi-da. Qazib ketdim. Mana yutdim buni. 2-0 ga. Mana ko'rishinglar mumkin hisobni ham. Do'stlar, mana yutdim. 5 ta olmos olib. Transferda yaxshi pul olish kelmagan bizda. Oltin agent bor bo'lsa, bitta bosib olsak. Mbappe, Holland, Vinicius. Bu Di Marco mi? Italiyalikmidi? Yo'q. Sport qilaymi ekan bular? Yo'q, himoyachi bu. Teo Hernandez emasmi? Teo Hernandezmi deyapman? Orban ekan. Orban do'stlar mana aka. Bo'ladi, yomon emas. Mana aka. Bitta targ'ibotchi bor. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar birga bo'lishimiz kerak. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.